Va nihoyat 100-qishloqdagi uyimni ham qurdirib bo'ldim ustalarga, lekin bitta problema bor. Menda poliz yo'q. Poliz qurish kerak qayerdandir. Mayli, hozir qurarman, lekin juda ham udar uy bo'ldi. Aytgancha, barchalaringga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va do'stlar, men 100-qishloqdaman. Albatta, sizlarning talab va istaklaringga binoan. Shu uchun kanalga tez obuna bo'ling. Endi faqat videolar 100-qishloqda chiqadi. Xullas, zo'r qishloq sizlarga ko'rsataman. Tak. Mana uyni birinchi ko'rsatsizlarga o'zimni uyimni obzor qilib beray-da. Fotonofinstein, короче, tak ko'ryapsizlar, просто bomba uy bo'lgan, juda ham katta uy. Bu uyni men adashmasam 10 ming dollarga qurdirdim. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ringlar, просто his qilinglar, bu udar uy. Вообще такой uyga baho beringlar, короче, kommentariyaga tushib. Meni mashinam bu yerda yo'q, ko'ryapsizlarmi? Nimaga yo'q bilasizlarmi? Menda garaj bor, nima qilaman? Meni mashinam bor. Hozir ko'rasizlar, ko'rsataman mashinamni. Mana bu mashinani rusumini bilmadim, juda ham oddiy mashina, pulim yetgani shu bo'ldi. Bu yerda adashmasam mana bu derazalar ochilmas ekan, bu derazalar. Mayli, nechi ochilmagani yaxshi. Yopib qo'yamiz qaytarib, juda ham zo'r qilganman, ko'ryapsizlar. Endi asosiy uyga kiramiz. Bu zal qismi, ya'ni koridor. Bu tomonda mana omborxonam joylashgan, ya'ni podval desak ham bo'ladi. Mana ochilardi, lekin ochilmas ekan, mayli. Bu yerda sabzavotlar, tayida har doimgidek qurol-yaroqlar. Bu yerda esa asbob uskunalar, bu yerda verstak o'rtada. Yana bu yerda ikkita pechkam bor. Asosiy uy mana bu yer. Bu yer oshxona va mehmonxona ikkitasi birda joylashgan. Bu yerda esa yotoqxonam. Ko'ryapsizlarmi? Вообще такой uy. Baholaylar aytganimdek. Bu yerda bitta qurolimni qo'yibman, mana qilib qo'yaylik. Tak, notebookim bor. Bu yerda esa pullarim, bu yerda hech narsalar yo'q. Lekin uy juda ham chiroyli qilib yasalgan. Juda ham qimmatga tushgan. Bu yerda yeguliklarim turibdi. Xullas, bugun asosiy qiladigan ishim yangi ferma qurish kerak. Ya'ni qayerdan? Ferma deganda mol ferma emas, polis fermasini qurishimiz kerak. Mana shu yer menimcha juda ham ajoyib joy. Xullas, ishni boshlayman. Ko'p gapirib o'tirgandan foyda yo'q. Bu qishloqda ham nima bilandir shug'ullanishim kerak axir. Yangi qishloq, oldingi 97-13 qishloqda bilasizlar, fermada ishlardim, ya'ni polizda. Vaqtim samarali foydalanilar edi. Endi o'sha vaqtni yana samarali foydalantirishimiz kerak. Bu yerda ham polizdan foyda olishimiz kerak. Nimaga eshikka bunaqa eshik qo'yding? Oddiy yog'och eshik qo'ysang bo'lardi-ku desanglar, jetalar ochib kira olmaydi-da bu eshikda. O'shaning uchun puxta o'ylangan reja asosida qilganman. Juda ham zo'r edi-ya. Buzib kirishsa buni ham agar dabdala bo'lardi. Rostdan juda ham yomon jetalar, вообще yomon. Ular yo'qmaydi menga. Tak, hozir kattaroq joy ochib olish kerak menimcha o'rinda. Polizni kattaroq qilishim kerak, chunki kichkina poliz bo'lsa juda ham kichkinasi bo'lmaydi. Hosillar ko'p bo'lish kerak. Hatto bir 2-3 stakdan oladigan bo'lsam hosilni, tak normali bo'ladi, lekin u juda ham qiyin. Bizga yer baribir kerak bo'ladi. Hozircha daraxt yig'ib kelish kerak. Qayerda yaqinroq joyda daraxt bor? Mana shu tomondan olib kelay. Lekin rostdan qaranglar, 100-qishloq prosta bomba. Juda katta qishloq, uchib ham bo'lmaydi. Uchib ko'rsatardim tepadan. Hatto qayerdadir teparoq joyga chiqib olganimda ko'rsatar edim tepa qismidan. Xullas, doim endi shu qishloqda video olishga harakat qilaman. Juda ham dahshat katta qishloq, qaranglar. Hamma sharoitlar bor. Mazza, sizlarni ham taklif qilaman 100-qishloqqa. Lekin kelolmasalaring kerak. Lekin kelsanglar zo'r bo'lardi. Mayli. Unda buni qilamiz. Asosiy kanalimni bilasizlarmi? Jo'xa Uz 75 degan kanal. O'sha kanalimda obunachilar soni hozir adashmasam 9000 yoki 10000 atrofida bo'lib turibdi. Menimcha 9000 bo'lsa kerak. O'sha kanalda 15000 obunachi bo'lsa, 15000 obunachi. Qachongacha? 1-fevralgacha 15000 obunachi qilsanglar agar, 100-qishloqni ichiga bitta yoki ikkita obunachilarimni taklif qilaman. Ya'ni ular bilan birgalikda video olamiz obunachilarim bilan. Sizlarga mana shu ideya yoqqan bo'lsa, davayki kanalga obuna bo'linglar tezroq. 1-fevralgacha 15000 ta obunachi qilib tashlaylik asosiy kanalimda. Asosiy kanalimda zo'r videolar chiqadi. Asosiy kanalimda nafaqat 100-qishloq, 13, 97 Strong Team'da qishlog'i, yana yangi qishloq qurilishi ketyapti. U qishloqni ham yaqinda ko'rasizlar. Xullas, hammasi cho'tki videolar chiqib boradi. O'shaning uchun asosiy kanalni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Jigarlar, o'shaning uchun tez asosiy kanalga obuna bo'linglar. Xo'sh, endi qayerga borsam bo'ladi? Tak, yana mana shu yaqin atrofdan qayerdandir daraxtlarni olish kerak. Daraxt menimcha yo'q, 26 ta menimcha yetsa kerak. Davayki endi tezroq uyimni yoniga borib olsam bo'ladi. Qayerga qarab ketyapman?
ko'lni, shu ko'l bo'ylab borsam o'zi qishloqqa yetib borsam bo'ladi. Bu qishloqda ham o'rganib oldim va 2 marta aylanib ko'rdim. U yoq bu yoqqa, keyin yaxshi tushunib oldim. Uylar qayerda joylashgan, boshqa narsa qayerda joylashgan. Xullas, normalni o'rganib oldim. Mana shu tomondan to'g'ri borsam, uyimning orqasiga chiqib qolaman, adashmasam yo adashyapmanmi? Yo, adashayotganim yo'q, chunki aytayapman-ku, o'rganib oldim o'sha bu qishloqni. Dahshat qishloq ekan, menga yoqdi juda ham. Yo, adashib qoldimmi? To'xtanglar-da. Stop. Rosta adashib qo'yganga o'xshayapman. Yo'q, adashganim bo'lishi mumkin emas. Tak. Yo, adashganim yo'q, qayerda adashaman? Xullas, mayli, ko'l bo'yidan yana biroz daraxt olsam juda ham yaxshi bo'lardi. Mana bu daraxtlarni olmayman, chunki qishloqqa juda ham yaqin turibdi. Qishloqqa yaqin joydan daraxt oladigan bo'lsam, ekologiyamiz rasvolashib ketadi. Mana shu yerdan olamiz. Tak, okey, normal. Yana bitta daraxt kesaylik uzoqroqdan, lekin bu yaqin atrofdan kesmaymiz. Bu yerda shaxta bor ekan, uzoqroq yuraylik. Bo'lmasa shaxtaga tushib ketadigan bo'lsam, xo'p, mayli, bu tomondan o'tib olamiz birorta daraxtni. Tak, mana shu daraxtni kessam bo'ladi. Menimcha juda ham yaxshi daraxt. Va bu yerda qanaqadir uy bormi deb o'ylasam, suvga tushib ketdim. Uy bormi deb o'ylasam, uy emas ekan, qanaqadir tog'likmi, qanaqadir tepalik turibdi. Lekin uyga rostdan o'xshab ketar ekan, sizlar ko'rdinglarmi? Bo'yim yetmadi, bo'ldi, olmayman. Tak, ana endi davayki uyga boramiz. Shu yaqin atrofda qanaqadir chiqadigan yo'l bo'lishi kerak edi. Yo'q ekan, mayli. Mana shu yerdan chiqib ketamiz. Nima farqi bor? Yaqin joyga qishloqni yo'qotib qo'ymasam bo'ldi, muhimi. Agar yo'qotib qo'yadigan bo'lsam, dabdala. Ye? Qishloq qani? Qishloq. Vatda. Qishloq. Qayoqqa ketib qoldim? Vatda. Qishloqni yo'qotib qo'ydim. Vatda, to'xta, hozir topamiz qishloqni. To'xta. Qayerdan keldim? Qayerdan kelganimni men eslolmayapman. Vatda. To'xtanglar, menimcha shu tomonda edi qishloq. Shu tomondamidi o'zi? Yo'q, qaysi tomonda? Qishloq. Ha, mana bu tomonda ekan, adashmasam. Yo, adashyapmanmi? To'xtanglar. Hozir shu yaqin atrofda qayerdan kelganimni eslolmayapman. Qayerdan keldim? Mana bu tomondan keldim shekilli. Ha, qishloq mana bu tomonda. Bo'ldi. Ana endi tochini topdim qishloqni. Adashib qolishimga ozgina qoldi, ko'rdinglarmi? Juda ham rasvo-da bu. Yangi qishloqda o'zi men yana maqtanyapman, sizlar qaranglar. Men o'sha o'rganib oldim, men o'sha bilib oldim qishloqda nima bor, nima yo'q, o'sha sezib qo'ydim deb, yana sizlarga maqtanib o'tishimga o'ylayman, qaranglar. Obbo, nahotki qishloqni stop. Bu qanaqa narsa? Qanaqadir qizil uymi bu? Qanaqa narsa ekan bu? Vatda. Umrimda bunaqa narsani ikkinchi marta ko'rishim. Avvalam ko'rganman 97 yoki 10 qishloqda. Oho, qanaqadir yashikmi? Yashiklar. Demak, bu yerga kema qatnar ekanda. Buni ichida nima bor ekan? Men qiziqib ketyapman. Tak, sindirib ko'raylik, chiqani. Yo, ichida hech narsa yo'q ekan. Balki yana sinara. Tak. Vatda. Bu yerda suyak bor ekan qanaqadir. Ichiga kirib ko'raylik. Qandaydir xonacha bor ekan ichida. Tak. Assalomu alaykum, brat, qanday yashaysiz? Aytganingiz gapirishni bilmaysiz-ku. Bu yer nimaga ochiq va bu yerda qanaqadir sandiq? Vatda. Brat, kechirasiz, tayizni ochib ko'rmasam bo'lmaydi. Olmos! To'xtanglar, qanaqadir xat bor ekan va olmoslar bor ekan. Xatni o'qib ko'ramiz. Bo'pti, brat, sog' bo'ling. Rahmat, izimrodlar uchun. Olmos dedimmi? Izimrodku. Tak, ketdim qishloqqa, suraveram ekan. Hech kim bilmasin, hech kim ko'rmasin. Men bo'y bo'lib ketay. Hech kimdan so'ramasdan bo'y bo'lib ketay, qaroch. Tak. Hozir xat bor ekan, qanday o'qib ko'rish kerak. Cho'ta kimdir bu yerga pullarni yashirib qo'ygan bo'lsa, men urib ketdim. Biror pulni olmasligim kerak edi. Atak oldim, lekin mayli, hozir o'qib ko'ramiz, shoshmay turinglar. Avval men ishlarimni qilib olay. Yo'q, ishlarni qilmasdan o'qiydi. Tak. Bu men qishloq merin. Voy, yozishni bilmasa ekanlar, brat. Izimrodlarni topgan bo'lsang, kim bo'lsang ham olib kelib ber. Obbo, men xursand bo'ldim, endi yangi izimrodlar topib oldim deb. Bu merdiki ekan-ku, olib borib berishim kerak endi. Mayli, hozir olib borib beraman. Undan oldin polizimga biroz ishlov berib olsam yaxshi ish bo'lardi. Xo'p, mayli, hozir janob mer nimaga bu yerga qo'yib ketgan, men shunga hayronman, ha? Nimaga balki esdan chiqib qolgandir, chunki qishloq merlari doim esi chatoq bo'ladi. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Bilinglar, lekin mayli, olib borib beraylik merga. Xursand bo'lsa kerak topib olganimga yoki menga baqirib tashaydimikan. Hozir aniqlaymiz. Bu yerda do'kon bor, aytgancha sizlarga ko'rsatmoqdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel, nima xizmat? Yo, prosta do'koningizni prosta ko'rishga kelgandim. Prosta ko'rman, nimadir olgin. Ha, bo'pti, keyinroq kelaman. Eshigingizni yopib qo'ysangiz, lekin juda ham yaxshi bo'lardi. Tak, ana endi merda uy mana bu yerda. Bu qishloq juda ham kattaligidan qayerga borishni ham bilmaydi odam. Lekin menga eng yoqqan joy bilasizlarmi nima? Mana bu yer. Bu yerda mashinalarni mazza qilib haydasa bo'ladi, tep-tekis katta joy. Juda ham zo'r joy ekan. Assalomu alaykum, janob mer.
Va alaykum assalom. Jo'xa aka, nima gap? Nima muammo? Ya muammo yo'q. Короче, men o'rmonga daraxt chopgani borgandim. Aha, keyin nima bo'ldi? Yo'lingdan bo'ri chiqib qo'rqitmadimi? Yo'q, keyin dengiz bo'yiga borgandim, qanaqadir yashiklar turgan ekan qizil. Ha, kema qanday edi? O'shalarni ichiga o'sha yoqqa tushirib ketishadi. Siz o'sha joyga olmos yashirganmidingiz? Ha, topib oldingmi? Esimdan chiqib qolgandi kakras. O'shalarni topib oldim, nima qilay? Ha, mana bu chap tomonidagi seyflar birortasiga solib qo'y. Mayli, unda mana shu mana bu yerga ochiq ekan. Men shunga solib ketaman. Qanadir xatam bor ekan, xat yozib qo'ygan ekansiz. Ha, meniki qaytarib olib kelib beringlar deb yozib qo'ygandim. Tushunarli. Unda mayli, men ketdim, borib poliz qurishim kerak hali. Mayli qur, lekin polizda soliq bor, bilasanmi? Bilaman, oldingi qishloqlarimda ham soliq bo'lgan. Oldingi qishloqlaringda qanaqa edi soliq? Har 3 ta hosildan bittasini soliq sifatida berardim. 97-qishloqda shunday edi. 13-qishloqda svet yormxonangizda namcha qorong'i. Keyin 97-qishlog'imda 4 ta hosildan bittasiga berilardi. Ha, tushunarli. Bizda 5 taga bitta. Yaxshi ekan unda. Bo'pti, men kech bo'ldi, ketay unda uyimga. Mayli. Lekin xonangizga svet o'rnating, juda ham qorong'i ekan. Bir amallab o'rnatarman. Bir amallamay o'rnating, lekin rostdan ham qorong'i ekan. Tak, bu qishloqda o'zi ko'p joylar qorong'i. Mana fakelning bittasini olib borib o'rnatib beray bratan uyiga. Rostdan ham вообще qorong'ida yashar ekan bu bratan. Bunaqa qorong'ida yashamas kerak. Bratan, mana qorong'ida yashamang, xo'pmi? Qo'rqasiz lekin. Yo'q, men qo'rqmayman. Uyim emas, bu ishxona. Bu uyimga keyinchalik ketaman. Uyingiz qaysi? Orqamda bitta chiroyli katta uy bor, o'sha uy. Orqangizda qanaqa katta chiroyli uy bor ekan? Ichi remont. Bo'ldi, esladim. Bitta uy ko'rgandim, esinglardan ko'rsatgandim sizlarga. Ichi remont qilingan uy. Mana shu bo'lsa kerak. Eshigi ochiq. Yo'q, bu emas. To'xtanglar, qandaydir zo'r uy bor edi. O'sha uy menimcha janob merning uyi bo'lsa kerak. Mana o'sha uy. Mana shu uy menimcha adashmasam janob merning uyi, chunki juda ham chiroyli qilib bezatilgan. Golem? What the fuck? To'xta, kechirasizlar, men ketdim. Yana bitta golem. Qishlog'imizda golemlar ham bor ekan. Dahshat-ku. Juda ham zo'r ekan. Endi men qishloqlarni qanday uraman? Golemlar bor ekan, obbo.